Sahr, ya'ni qandli diabet bilan og'riganlar uchun maxsus choy. Videoni oxirigacha ko'ring, bu choy haqida bilib olasiz. Aziz do'stlar, bu guruch qovurilgani, albatta yog'siz qovuramiz, past olobda. Popkornga boshqa yorilib ketishi shart emas. Shunaqangi oltin rang kirguncha qizartirib olamiz. Men 300 gramm stakanga mana bir qoshiq guruch qovurilgandan oldim. Bu maxsus sencha choyimiz. Bismillah, qonni yaxshi suyulib turadi. Aziz do'stlar, choyimiz tayyor. Bu choy iste'mol uchun anchagina xavfsiz hisoblanadi. Shuning uchun qandli diabet bilan og'rigan do'stlarimiz uchun maxsus choy. Buni yotish oldidan ham ichsa bo'ladi. Kofein unchalik kuchli emas. Oshqozon uchun yengil hazmi taom, qabziyat uchun ham foydali. Men buni ancha kasalliklarga foydaliligini opsionida yozib qoldiraman, o'qib ko'rishingiz mumkin. Bu choyni yaxshi tushunmasani videoda mendan kelib konsultatsiya olishingiz mumkin. Hozircha qovurilgan gurunchimiz bor, tayyorlab berishim mumkin. Albatta insonga foyda beradigan, tartib bilan, intizom bilan ichiladigan choylar, polezniy, foydali choylar hech qachon shirin bo'lmaydi. To'g'ri, menga ko'pchilik yozadi, "Oka, choylaringiz shakarsiz." Bizga kelib shakarsiz choyni ham zakaz qilishni so'rashingiz mumkin. Hamma choyimizga shakar qo'shib berish majburan emas. Lekin biz xalqning talabi bilan ishlaganimiz uchun, daromad shu orqasidan ko'rganimiz uchun shakar bilan ishlatdik. Lekin barchani kutib qoladi, shakardan parhez qilganlar ham kelib bizdan maxsus choylarni so'rashlari mumkin. Shuning uchun shu choyni tayyorlab ko'rsatishga qaror qildik. Bundan da yangiliklar oldindan Choychi Abdullohdan uzoqlashmani, mehmon bo'lishni unutmang.